Aka? 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 Ey! O'zingizga keling. Aka! Nima bo'ldi sizga? Yurak urmayapti. Aka! Aka! Qarab oringlar! O'zingizga keling, aka! Aka! Akajon! Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bandachilik ukam. Alloh sabr bersin. Rahmat. Xafa bo'lmay o'tiribsizlarmi? Yo'q, rahmat. Ke ukam nima xizmat? Akam telefonlariga sizni otingiz yozib qo'ygan ekanlar. Nimaga yozilganini siz bilsangiz kerak deb o'yladim. Sen bolani lafzing bormi? Bir oyga deb olgansan. Yaqinda 1 yil bo'ladi. Telefoningni ko'tarmaysan. Uyingga borsam, uyda yo'q degizib yuborasan. Yevording. Sen bir qarz bermagin ekanda. Ha, beraman shu pulingni. Inson menga ham kerak bo'lyapti. Sen kafilligingni olganmanmi? Ha, qochib ketmayapman u. Olasan shu pulingni, oyligim chiqsin. Yana shu gap, yana. Men buni o'qi. Zor insofga kelsang. Tushunmadim. Kitobingni boshimga uramanmi? Shunaqa gaplar. Bunga ham 6 oy bo'ldi. O'lgan bandadan Alloh taolo o'z haqqini kechib yuborishi mumkin, ammo qarz bandaning haqqidir. Bu haqni qarz egasining o'zi kechmaguncha Alloh taolo kechmaydi. Bu haqni qarz egasining o'zi kechmaguncha Alloh taolo kechmaydi. Tushunarli. Ha, nech pul berishlari kerak edi? $500. Guvohlarim bor. Aka, ming bor uzr kechikgani uchun rozi bo'ling. Rahmat.